Hammamizning cennet ko'rgusi bor. Cennet ko'rish uchun har xil tirikchiliklarni ko'rsatyapmiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom undan keyin kelgan sahobalar hammasiniki ana shunday jafolarni tortishi, yurtdan hijrat qilinishi, Alloh yo'lida kurash qilamiz deb yorilishi, pul mollarni chiqim qilishning hammasining sababi bo'lsa cennet kirish. Chunki cennet unda azin emas. Agar cennetga ana shunday men musulmon deb quychilar cennet kirgili bo'lsa-edi, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va sahobalar va tarixdan buyon hozirga qadar bir bo'lak kishilar ana shunday jafo tortmas edi. Demak, bu haqiqatni tushungan kishilar tarixdan buyon nihoyat oz bo'ladi. Nurg'un kishilar jon ketmaydigan, mal ketmaydigan, vaqt ketmaydigan narsalarni chiqim qilish orqali cennet kiramiz deb o'ylaydi. Vaholanki Alloh taolo Qur'on Karimda lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizlar yaxshi ko'rgan narsalarni chiqim qilmay turib cennetga hergiz kiremaysizlar deydi. Demak, biz yaxshi ko'rgan vaqtimizni, jonlarimizni, mollarimizni, imkoniyatimizni yetkizib chiqim qilmay turib, Alloh yo'lida sarf qilmay turib cennet kiramiz desak, o'zimizni aldigan bo'lamiz. To'g'ri, bizning ko'nglimiz har narsalarni tatidi. Nurg'un narsalarni yaxshi ko'radi. Qiyinchilik topgan pulimizni bergimiz kelmaydi, vaqtimizni bergimiz kelmaydi. Lekin cennet nafsimizni yengib, nafsimizdan voz kechib, azroq badal to'lashni talab qiladi. Bizning qilg'ili bo'lmaydigan, qilinmaydigan ishlarni talab qilmaydi. Amaliyotda har birimiz imkoniyatimiz yetadigan darajada badal to'lasak, cennetga kira olamiz. Yaxshiligimiz Allohning nazarida bizning cennet kirishimizga badal bo'ladi. Eng muhim bo'lgani bo'lsa, nafsimizdan kechalish. Kichikkin nafsimizdan kechib qilgan yaxshiligimizning mevasi nihoyat cho'ng bo'lishi mumkin. Biz ko'nglimiz nima ta'sir qilib, nima yegimiz kelsa yeb, nima og'imiz kelsa elib, nima kiygimiz kelsa kiyib, bundoq yashab, ondan keyin eshib qolgan vaqt qilamiz desak, u Allohning nazarida qabul bo'lamdi, bo'lmamdi? Buni o'zimiz o'ylab taqishimiz kerak. Hozir men turayotgan masjid bo'lsa, sanki yedim, ya'ni yegandek bo'ldim degan masjid. Balkim sizlarga bu ism g'alati anglagan bo'lishi mumkin. Lekin bu ismning ostida ajoyib tarbiya bor. O 7-asrda yashagan Xayriddin ismli bir odam ko'nglida masjid serishni niyat qilgan. Lekin bu odamning qo'lida pul yo'q edi. Namrat odam edi. Bu odam menda pul yo'q ekan deb voz kechdimi? Unda emas. Bu odam uyiga 4 non olmoqchi bo'lsa, 3 ni oldi. Bozorga chiqib bir narsa yegisi kelgan bo'lsa, yegandek bo'ldim deb o'sha yegisi kelgan narsaning qimmatidagi pulni uyiga kirib bir sanduqqa tashladi. Ya'ni nafsiga qarata bir kurash e'lon qilib, shu nafsini yengan pullarning hammasini to'pladi. Oylar o'tdi, yillar o'tdi. Oxirida kichik bir masjid sog'adek bir pulni to'pladi. Ya'ni og'isi kelgan, yegisi kelgan narsani yemi to'plagan pullari yillarning o'tishi bilan ana shundaq bir masjid bino qilgudek shaklda to'plandi. Natijada ana shu pullarga mushaga bir masjid bino qiladi. 1900-yillardan keyin Istanbulda bir o't ofati yuz berib, bu masjid kuyib ketadi. Mahaldagilar bu masjidning hikoyasini bilgan bo'lg'achqa, biz shu odamning nomida pul to'plab, bu yerga bir masjid bino qilib qo'yaylik deb ko'rganlardak, hozirgi bu masjidni shu odamning nomida bino qilib qo'ygan. Demak, bu odam o'lib ketdi. 200 yildan ortiq bo'ldi. Lekin u odamning ana shundaq nafsidan voz kechib, to'plab qilib qo'ygan bir urqi bugungi kunimizda yanimizda mana shunda qad ko'tarib turmoqda. Ana o'zimizga bir qarab boqaylik. O'sha jannat kirish uchun qanchalik nafsimizni yengib baqdik. Jannat kirish uchun og'imiz va nasidan voz kechib, uni Alloh yo'lida sadiq qilib, yaxshilik yo'lida hajlab baqdik. Jannat unda azan emas qarindoshlar. Bugungi kunimizda erlar orasida bo'lmasin va ayollar orasida bo'lmasin, dunyoda baslashish hali ham mavjud. U uni kiyibdi, ben buni kiyman. U uni apti, ben buni olaman deb bu shundaq dunyoda baslashyapmiz. Ammo jannat qarta hech qanday tayyorliqsiz. Nafsimizni voz kechirmayapmiz. Hammamiz og'imiz va nasidan hammani apulab, o'ynayotgan sayohatlarimizning hammani qilib, eshqon vaqtimiz bilan, eshqon pulimiz bilan jannat kira olamiz deb o'ylamdi. Allohning yo'li islom dini, eshqon vaqtimizni, eshqon pulimizni beradigan tilimchilik o'rni emas, na'uzubillah. Islom dini eng yaxshi ko'radigan jinimizni beradigan, eng qimmatli pulimizni berish orqali jannat kirib oladigan bir yo'l. Shuning uchun jannat kiramiz deydi ekanmiz. Nafsimizni yig'ishni bilishimiz kerak. Og'imiz va nasidan voz kechishni, kaygimiz va nasidan voz kechishni, o'ynug'imiz va yerdan maqatan o'ynamay. Buning yo'lida palaniyaga sadiq qilay, Alloh yo'lida hajlay deydigan bu xullarni yetirilgan vaqtimizda andan keyin biz jannat yo'li qarab mangan bo'lamiz. Mana Xayriddin degan bu odam tarixiy kitoblarda aytilishicha bak boy odam emas, normal bir odam. Faqat nafsini yenganlik uchun Alloh yo'lida mana shunchalik ishni qilib qo'ya oldi. 200 yildan beri mana shu masjid namoz o'qigan kishilarning butun savobining hammasi ana shu Xayriddin apandimga bir kishilik ajr olib yetib turadi degan. Ya'ni bu ajr savob quduqqa o'xshash har vaqt savobi u odamga yetib turadi. Shuning uchun o'zim va hammamiz qiladigan bir tavsiyalarim shuki, oxiratda jannat kiradigan bir ishimiz bo'lsin. Shu ishga chin eslaylik. Alloh taolo har bir odamga bir iqtidorni bergan bo'ladi, bir ortiqchilikni bergan bo'ladi. Ya'ni shu ortiqchilik orqali bandan jannat kirib olsin deydi. Agar Alloh taolo sizga iqtisod ishini ochgan bo'lsa, iqtisod orqali jannat kirib oling. Agar sizga Alloh taolo ilm yo'lini ochgan bo'lsa, ya'ni ilmingizni boshqalarga yetkazish va amal qilish orqali jannat kirib oling. Agar sizga Alloh taolo bir jihad va undan boshqa ulug' ishlarning ishini ochgan bo'lsa, ya'ni qaysi ishni ochgan bo'lsa shuni izlab, ya'ni Alloh menga ochgan ish qaysi deb buni izlab, shu orqali jannat kirib olishga tirishaylik. Alloh taolo hammamizni o'zining jannatiga nasib qilsin.